Xitoy ichkari o'lkalarga Uyg'ur o'quvchilarini yo'tkash salmoqini kuchaytirdi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Ma'arif xizmat komiteti bosh sekretari Li Pingshin Urumchi shaharlik 76-o'rta maktabga berib, Xitoy ichkari o'lkalarida Uyg'urlarni xitoylashtirish uchun ta'sis qilingan atalmish Xinjiang to'liq o'rta sinfi va Xinjiang kasbiy tarbiyalash sinfiga kirishga tayyorlik qilayotgan o'quvchilarni ko'zdan kechirgan. Ichkari o'lkalarga o'quvchilarni yo'tkashga safarbar qilgan. Oxirida Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Ma'arif sepida xizmat qilayotgan qo'nchoq amaldorlarga va o'quvchilarga ideviy xizmatni yaxshi ishlash, diniy faoliyatlarga qatnashtirmaslik, diniy oshqun ideyalarning singib kirishining oldini olish, partiyaga minnatdorlik bildirish tuyg'usini kuchaytirish, partiyaning tarixini tushuntirib, Xitoy madaniyatini yaxshi egallatish haqida leksiya so'zlagan. Sharqiy Turkistonning Qizilsuv oblastida yer davridi. 19-sentabr Xitoy yer davrashni bekitish idorasi to'rining bergan xabaridan ma'lum bo'lishicha, 18-sentabr shu yer vaqti soat 11:54 o'tganda Sharqiy Turkistonning Otush Qizilsuv oblastida 3.7 bal yer davrgan. Yer davrash cho'nqurligi 22 kilometr atrofida bo'lgan. Buddistlar Arakanlik musulmonlarning uylarini kuydirishni davomlashtirmoqda. Burma armiyasi bilan millatchi buddistlarning hujum nishonidagi Nangdao shahriga qarashli 380 oilalik Nundang Xoli yezisida o't qo'yib berilgan uylarning ko'rinishlari ijtimoiy taratqularda tarqaldi. Tunugun tartilgan videolarda kuydirib tashlangan uylardan quyuq is tutak chiqib turmoqda edi. Taxminan 1800 kishi yashaydigan yezining ko'p qismining kuydirib tashlanganligi bildirilmoqda. Amerika Afg'onistonga yana 3000 askar avatishni e'lon qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonga avatishni planlayotgan 3000 atrofidagi askar qo'shilganda, Amerikaning Afg'onistondagi umumiy askar soni 14000 atrofida bo'ladi.